Bugungi tadbirimizga xush kelibsiz. Shukurlayev Dilshod Donirovичni taklif qilamiz. Bugun bu yerda 2600 ta tibbiyot va bioinjiniya fakultetimizning birinchi kurs talabalari yig'ilishgan. Ularning hammalarida ko'ngillarida, niyatlarida yaxshi shifokor, farmatsevt yoki stomatolog va oliy hamshiralik kasbini egallash niyati turibdi. Men hammalaringizni bugungi mana shu niyatlar bilan, mana shu fikrlaringizni boshlaganlaringiz uchun tabriklayman. Zarmet universitetining talabalari O'zbekistonda, butun dunyoda o'z kasbini egasi sifatida shakllansin. Bugungi tibbiyotda IT texnologiya, tibbiyotimizda xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirish. Chunki barchamiz bilamiz, bugungi tibbiyotimizdagi adabiyotlarning 90% dan ortig'i bu xorijiy tillarda chop etilgan. Va xorijiy tillarni o'zlashtirish orqali bilimlarimizni mustahkamlab va tibbiyotda sun'iy intellekt kabi qator sohalarni mujassam bir paytni o'zida o'zlashtirib, xalqaro darajadagi raqobatbardosh kadrlar bo'lishligini men chin qalbimdan bugun sizlarga tilab qolaman. Samarqand shahridagi Zarmet universitetining tibbiyot fakultetiga o'qishga qabul qilinganligim sharafini chuqur his etgan holda shifokor degan yuksak va nufuzli nomga munosib bo'lish uchun qasamyod